Dadamni sochini ko'ryapsizmi? Men oqartirganman-da shuni. Dadam o'qishlarga, meni o'qishimga 80 million pul to'lagan. Topganim dadamniki. Topaveramay ishlatavringlar onam. Topaveramay ishlatavring. Menga hech qanaqa bir boylik kerak emas. Boylik kerak emas. O'sha akam bilan keyin eshitib oling bu narsani. Hech qachon akamni aka demang. Chunki dadamni onam hech qachon yodgor aka demaganda dadajonisi degan. Siz akamni dadajonisi degan. Mana shular hech qachon esingizdan chiqmasin. Bizda onamiz bor-ku, onamiz. Biz 4 ta o'g'ilni kirini yuvardi-da, kechalga suvda. Kir mashina bo'lmagan. 10 kilo bo'ladi, bir kurtka bo'ladi. Bu dadamlar Lipboy eshikka tepib kiraman, ishonasizlarmi? Mana shu odamning duosi bilan men Lipboy eshikka tepib kiraman. Shu odam duo qiladi, onam uyda o'tirib duo qiladi. Onam hech davlat ishida ishlamagan, dadam qora ishlarda ishlab, taksida qilib bizni boqqanda 20 yil, 25 yil. Eshitasizlarmi? Dadam to'yga boradi, enam to'yga boradi, shikala topib kelardi-da. Mincha shikala, sizga kirsam bas, shikala necha. O'shani 7 ga bo'lib berardi aka. Hozir 1 kilo emas, 10 kilo shikala topishga qurbim yetadi, ishonasizlarmi? Ammam bor, ammam. Voy, ishonasizlarmi? Salat olib kelardi, aka-ukalar talashib yerdi. O'zi arzimagan bir salat, karam salati.